Dasturimiz davom etadi. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan Toshkent xalqaro aeroportida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Birlashgan Arab Amirliklariga ketmoqchi bo'lgan 2 nafar ayol to'xtatib qolindi. Aniqlanishicha, ularni Dubay shahriga yuborish orqali daromad topishni maqsad qilgan shaxs ularni ish va'dasi bilan aldab, fohishalikka jalb etmoqchi bo'lgan. Safar xarajatlarini to'liq qoplagan holda keyinchalik ushbu mablag'larni qaytarish va topilgan daromadlarni bir qismini berish sharti qo'yilgan. Bo'yicha bularni mana hozir Dubayga ketayotgan ikkita elektron aviachipta bilet jo'natilgan ularga. Mana shu ikkita jo'natilgan aviachipta biletni mana bo'sh kartochka solamiz-da, uni muhrlaymiz sonra. Tezkor tadbir davomida gumonlanuvchi ayol jabrlanuvchilarni jo'natish vaqtida qo'lga olindi. Uning 2 nafar voyaga yetmagan farzandi borligiga qaramasdan oson daromad topish yo'lini tanlagani aniqlandi. Mazkur ish Farg'ona viloyati sudi tomonidan ko'rib chiqilib, qonun doirasida jazo tayinlandi. Jinoyat ishlari bo'yicha Buvayda tuman sudining hukmi bilan sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 135-moddasi 2-qismining A, J, K bandlarida nazorat etilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topildi. Unga ushbu modda bilan 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish tariqasida jazo tayinlandi. Tayinlangan jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tashi belgilandi. Mutasaddilarning ta'kidlashicha, bunday jinoyatlarni oldini olishda oila nazoratini kuchaytirish, yoshlar bilan doimiy muloqot qilish va ularni turli aldovlardan ogoh etish muhim ahamiyat kasb etadi. Bahodir Mas'udov, To'samiq Allomov, ovoz informatsion dasturi uchun Farg'onadan maxsus.